Yo, o'g'lim, kat martabala 40 ga kiryapsan, Kelgan joyimizni qara, ditki panayotganmisan? Dada, Rossiya kelgandan beri ko'nglim to'lmayapti. Nimadir yetishmayapti menga. Shu stressga ham tushib qolganman dada. Bo'ldi, ko'p bidirlama, yur. O'g'lim, Rossiyadan kelganga 2 oy bo'lyapti. Nima senga havo yetmayapti, buncha balanga chiqib qoldik, Dada, nimadir izlayapman, sog'inyapman. O'g'lim, 46 ming 800 so'm pulimiz ketdi. Sen sog'inib izlagan narsa shuning ichida bormi? Bilmayman dada, bilmayman. O'g'lim, nimani izlayapsan bilmadim-ku, lekin sen izlayotgan narsa bu yerda bo'lmasa kerak. Sen doim tabassum qil. O'g'iltoy, siqilma. Izlaganing topasan. Ungacha sen yaxshi ko'radigan ovqat. Dada, undan ko'ra Dodo pizzadan ovqat zakaz qiling. Rossiyada yurib Dodo pizza o'rganib qolibsiz-da. O'g'iltoy, ozgina shoshma. Dodo pizzani Navoiydagi filiali tez kunda ochiladi. Ungacha Dodo pizzani Instagram sahifasiga tunqitib obuna bo'lib qo'yib, Dodo pizzani ilovasini yuklab olsang, birinchi 3 ta xaridga 30% chegirma bo'ladi. Ungacha mana shu ovqatchani yeb tur. Dada, shu ham ovqatmi? Sen tuzimni yeb, tuzlig'imga tupuryapsanmi? Dadajon, topdim. Shapalog'ini sog'inibman. Ovqatni hech qachon isrof qilma, hadi.